Assalomu alaykum. Ilmiy texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan astronomiya sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. NASA koinotdagi ilk ulkan qora tuynuklar sirrini ochuvchi teleskopni uchirishga tayyorlanmoqda. NASA 2026-yil 30-avgust kuni Nancy Greene Roman kosmik teleskopini fazoga uchirishni rejalashtirmoqda. Yangi observatoriya astronomlarga koinotning ilk davrida o'ta massali qora tuynuklar qanday shakllanganini o'rganish imkonini beradi. Roman teleskopi yulduzning qora tuynuk ta'sirida parchalanishi kabi noyob hodisalarni kuzatadi. Bunday jarayonda yulduz kuchli gravitatsiya ta'sirida parchalanib, qora tuynuk atrofida yorqin nurlanish hosil qiladi. Olimlar teleskop har yili minglab shunday hodisalarni qayd etishini kutmoqda. Bu esa qora tuynuklarning kelib chiqishi va evolyutsiyasiga oid nazariyalarni tekshirish hamda James Webb teleskopi aniqlangan eng qadimgi galaktikalardagi ulkan qora tuynuklarning shakllanish sirrini ochishga yordam berishi kutilmoqda. Starship ilk bor foydali qora tuynukni koinotga muvaffaqiyatli olib chiqdi. SpaceX kompaniyasining Starship raketa tizimi tarixda ilk bor yukni koinotga muvaffaqiyatli olib chiqdi. Sinov parvozi davomida kema bortida 8 ta Starlink sun'iy yo'ldoshi maketini olib chiqib, yuk tashish imkoniyatini namoyish etdi. Parvoz dasturiga ko'ra, maketlar orbitada qoldirilmaydi. Ular Starship bilan birga Yer atmosferasiga qayta kirib, yonib ketadi. Shuningdek, sinov davomida Raptor dvigateli ilk bor koinotda qayta ishga tushirildi. Mazkur sinov Starship tizimini takomillashtirish hamda kelajakda sun'iy yo'ldoshlarni uchirish, Oy va Marsga yo'naltirilgan missiyalarni amalga oshirish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Marsda ilk bor murakkab organik birikmalar o'rganildi. NASAning Curiosity marsaxodi Mars yuzasida ilgari aniqlanmagan murakkab organik birikmalarni topdi. Olimlar qizil sayyoradagi 3,5 milliard yillik tog' jinsining namunasidan 21 turdagi uglerodli molekulalarni aniqlagan bo'lib, ulardan 7 tasi Marsda ilk bor qayd etildi. Mazkur organik birikmalar hayot mavjud bo'lganini isbotlamaydi, biroq ular qadimda Marsda murakkab kimyoviy jarayonlar sodir bo'lganini hamda sayyora hayot uchun zarur bo'lgan kimyoviy tarkibiy qismlarga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Tadqiqotchilar ushbu kashfiyot Marsda qadimda mikrob hayoti mavjud bo'lgan-bo'lmaganligini aniqlashga qaratilgan kelgusi ilmiy izlanishlar uchun muhim asos bo'lishini ta'kidlamoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.